Yigit bilan qiz ajralganda kimga ko'proq qiyin bo'ladi, nima deb o'ylaysiz? Menga bitta rivoyat berishdi. Rivoyatga ko'ra, zotdor otga tog' echkisini qo'shib qo'yishibdi juft qilib. Ulardan ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin ularni yana ajratib yuborishgan. Haligi ot shunaqa qiynalibdi, hayvon bo'lsa ham mehr qo'ygan ekan-da o'sha echkiga. Keyin oxiri alamiga chidolmasdan o'libdi. Echkiga qarashsa, hali toqqa sakrab chiqqan, hali boqdan hali ajralgan. Xulosa shuki, munosabatlarda kim haqiqiy sevgan bo'lsa, o'sha qiynaladi. Kim oilasida tarbiya ko'rib, vijdonan shu munosabatlarga o'zini bergan bo'lsa, o'sha qiynaladi. Bundan xulosa, qiynalayotgan tanishlaringizni shu yerdan yuborib qo'ying. O'zligidan ayb qidirib ovora bo'lishmasin. Biz sevishgan xolos. Nasib bo'lsa hali sevgisiga yarashasini topadi. Xayrlisi bo'lgan ekan ajrashishga.